Mening qaynotam. Bu yerda odamlar pul berib ovqatlanishadi. Bu qanaqasi axir, Administrator kim bu yerni chaqir? Nima bu ahvol? Я администратор. Administrator. Да. А bu? Gul. Administrator. Qara buni, nima bu ahvol? Nima bu? Buni qara. Bu nima ovqat? Itam yemaydi-yu. Bizga nima beryapsiz? Shoga, to'r bor mashinani yoqqin. Mashina? Bola, to'r o'rningdan tez borib mashinani yoqib qizdirib tur dedim. Men hozir chiqaman. Bu nima? Aftini qara. Shuni odam yeydimi? Itam yemaydi buni axir, Bor mashinani yoq dedim, bola. Kalit o'sha yerdami deyman? Mashinani zavodit qil bo'ldi. Ha, xo'p. Sizlarda insof bormi o'zi? Bu yerda odamlar pulini to'lab o'tiradi. Tekinga yemaymiz-ku. Sal odamgarchilik bo'lish kerak-da. Hoy qizim, nega sen unga bunday qilyapsan? Meni ham aldashga majburlayapsan. Gullarni borib suvga qo'yib qo'yay. Juda ham chiroyli ekan. Besh yil oldin yo'qolib ketmasligi kerak edi. Har doimgidek. Gul opa, pulini kim to'laydi? Meni nomimga yoz. Odamlar nima sizga? Ahmoqmi? Odamlar bu yerda pul to'lab ovqatlanishadi. Men shu odamlarga hayron qolaman-da. Jayronim meni. Jayronda. Buni qara. Vidini qara. Buni vidini. Asalda bu asal. I love you. Range 4. Assalomu alaykum. Radnoy sal surilgan. Suril. Bu yerda Esiz joydami? meni o'rnomusim ketyapti. Sharmanda qilma. Men qaragin, haydasang-chi, Qo'ying. Bos gazini hayda iltimos. 10 metr yur iltimos. Iltimos. Radnoy haydagin. Aka. Sharmanda qilma, iltimos. Yur. Xo'p, nima Ozgina bo'ldi o'zi? Qayerga ketyapsiz aka? Aka, meni tashlab ketyapsizmi? Yo'qolib qolaman-ku aka. Shaharni bilmayman. To'xtang akajon. Meni yo'l kiram ham yo'q. Abu aka. Aka! To'xtang, pulim yo'q aka. Bo'ldi. Shu yerda to'xtat, bo'ldi. Abu aka. Katta rahmat. Bo'pti aka. Yaxshi, bo'ling. shu mashinang Xo'p, bor aka. mayli. Bo'lmasa, nimanga katta ketarding sen bola, O'zi bir temir bo'lsa, tavba qildim. Shuni ham qizg'anadi-ya. Kim bu? Qayerda yuribsan? Men Jo'rabek sinfdoshimga qo'ng'iroq qildim. Hozir kelib olib ketaman dedi. Jo'raymi? Kelaman dedimi? Ha, hozir keladi. Qayerga kelishini aytdingmi? Ha, shu joyni aytdim. Keladi. Bo'pti unda, sayyoh choyxonasiga kelsin. Xo'p. Burilishdan keyin keladi menimcha. Bilmayman. Nega sen men gapirganda e'tibor bermaysan, Mashinani yo'q deysiz. Qaysi mashina ekan deb tushunmadim-da, aka. Mashinani yo'q deganimda oldimizda sobiq Lyubovim turgan edi. Tushunyapsanmi? U qiz kim edi? Men u bilan bir paytlar sevishganman, Shoga. Agar gapirib bersam, meni sevgim oldida seni sevging hech narsa emas. Tushunyapsanmi meni? O'tirib olib yig'laysan. Voy. Keling tog'a. Eminjon chanqab ketdim, suv quy. Xo'p. Negadir uyqum kelmayapti. Bo'ladimi tog'a? Ha, bo'ladi. Rahmat. Ishlaringiz hal bo'ldimi? Ha, hal bo'ldi. Eminjon.
Kelyapmi? Tinchlimi? Tog'a, o'zi siz hech uxlaysizmi? Endi bu yoshda uyqu shunaqa bo'ladi. Sen nega uxlamayapsan? Shirinlik bilasiz-ku meni amma. Kechasi shirinlik yeysanmi? Bu siz bo'lmaydi. Har bir insonni bir kamchiligi bo'ladi-yu. Hobbi deydimi, nima edi? Ilon. Tushunmadim. Tog'a, nimadir dedingizmi? Ilon dedingizmi? Ha, ilon, ertalabdan ilon uyg'oq-ku. Men nima sizga budilnikmanmi? Xayrli tun. Kobra. Salom oyi, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Xo'sh, kuning qalay o'tdi? Yaxshi. Yaxshi. Sen shunaqa javob berarmiding? Qani gapirchi, nimadir bo'ldimi? Yo'q, umuman olganda yaxshi oyi. O'sha kun keldi. Hayotim davomida birinchi marta erkak kishi uchun pul to'ladim. Buni qara-ya. Erkakka, demak u muhtoj bo'lgan. Barakalla qizim. Unaqa o'ylamayman oyi. Kim ekan unda? Abu. Abu? Ha, tasavvur qilyapsizmi? U yana meni hayotimga qaytib keldi va yana o'sha muammolari bilan. Mayli, bu muammo emas. Qizig'i shundaki, men oxirgi pullarimni to'lab oldim. Endi oyligimni kutishga majburman. Albatta u qaytaradi. Abumi? Ha? Qaytaradi? Gullar bilan. Ay qizim, ay qizim. Ana ko'rdingmi, hayot sizlarni uchrashtirdi. Demak, bu taqdir. Taqdirdan esa qochib qutula olmaysan. Oyi, bu qanaqa taqdir? Bu shunchaki tasodif. Kiyimlarimni almashtirib chiqay, keyin hammasini aytib beraman. Ay qizim, tasodif ataylab bo'lmaydi. Ha, yana bir marta o'ylab ko'r. Men o'ylayapmanki, u bilan yana uchrashib qolsang, demak, u seni aniq taqdiring. Ishonchim komil. Ko'ramiz, oyi, ko'ramiz. Men hozir tezda chiqaman. Ay, men aytayapman-ku bu taqdir deb. Lekin bu yoshlar ishonishmaydi. Nechta bo'ldi? Mana shu ikkita. Dadam berdimi yoki amakim? Dadang? Dadammi? Aytmadingizmi? 2 pachka siz berdingiz. Amakimga 2 pachka siz ham bering, yordam bo'ladi demadingizmi? Betim bo'lmadi bittasiga. Yana bitta bo'lganda ishim hal bo'lardi. Siz uchun men o'zim bir pachka qo'shaman. Xo'pmi? O'zing qo'shasanmi? Ha, tog'a. Salomat bo'l. Gap yo'q, o'zimni kuyovim. Baraka top. Ana endi bemalol uxlayman. Shuning uchun uyqum kelmayotgandi. Tog'a, siz ummas qilmang. Bizga sizni sog'ligingiz muhim, tog'a. Biror shirin narsa yeyapsanmi deyman-a? Anjir murabbosi. Anjir? Ha, anjir o'zimizni zavodniki. Ha, yeysizmi? So'rab berasanmi? Qani olchi? Tog'a. Biz ham shirinlik yeyishimiz kerak. Anjir degin, anjir shirin narsa Eminjon, anjirni yaxshi ko'raman. Qoyil, anjir yaxshi narsa-da, to'g'rimi? Qani olingchi, qani berchi. Qani, o'zimizni anjir deding-a? Ha, o'zimizni zavodimizdan oling, tog'a. Hammasini olavering. Ha, yaxshi, yaxshi. Qani, yoqdimi, tog'a? Rostdan mazali ekan. Bunaqasini endi yeyishim. Lekin juda mazali ekan. O'zimiznikida. Menga qara. Lekin ertaga ertalab vaqtli boramiz, tushundingmi? Uy sotib olishga ertalab boramiz. Vaqtlimi? Ha, vaqtli. Tog'a, ozroq uxlaylik. Eminjon, shuncha uxlab nima bo'lding? Ertalab vaqtli ishni bitirish kerak. Keyin kelib uxlaysan. Tog'a, o'sha uyni keyin borib olamiz. Birortasi sotib olib qo'yadi-da. 10 ta xaridor bo'lsa, Eminjon, kel, shuni tugataylik. Qani, ol. Nima dedi?
Yaqinlashsam aytaman dedi. Shu katta ko'chadanmi? Ha? Shumi? Mana shumi? Yo'q, u emas. Hozir keladi. Xo'p, ana. Ha, shu menimcha. Mana o'zi. Mana shumi? Jo'rang erkakmi, ayolmi? Jo'rabek deb aytdim-ku, aka. Bu Jo'rabeging qanaqa bola o'zi? Mashinasini qara, qizlarnikiga o'xshar ekan. Shu ekan u? Ha? Qani bitta ko'raychi? Jo'rabek? Oh. Yo, bismillah. Eshikni yopib o'tir. Shunaqa qarab turasanmi? Xayriyat. Ha, kelarkansan u, ha? Yaxshimisan? Ha, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Seni kutib turibmiz. Bu mashinang o'zingga o'xshab nejniy ekanmi? Yo'q, Sangak, Ha, mashina haydashni bilasanmi? pravam yo'q, bilmayman. Haydashni bilganingda shuni olib berardim. Bitta Range olamizmi, Radnoy? Nima deding? Ha, zo'r bo'lardi-da. Ha, zo'r bo'lardi, aka. Assalomu alaykum otajon. Hozir boraman. Sen nima qilding, a? Seni deb men gap eshitdim. Bilmadim, ota, nima qilibman? Ovqatga go'sht solmas ekansan, shundaymi? Go'shtsiz ovqat qilyapsanmi? Otajon, uyda ovqatga go'sht solsam urishar edingiz. Bu yerda ham urishadi deb o'yladim. Sodda qizi, uyda qilgan ishlaringni bu yerda teskarisini qilgan. Go'shtlarni o'yamasdan solaver. Agar go'sht solmasang, go'shtli ovqat qilmasang, bularga gunoh qilgan bo'lasan. Katta ye. Ozroq jon olasan. Hali uxlashyapti bular, a? Ha, otajon, ularga hali Uxlayaptimi? Qudratovlar. Bor, uyg'otgin. Bir piyora choy ichaylik. Tushgacha uxlaydimi bular? Nega menga qarayapsan? Odam ko'rmaganmisan? chiroyingizga o'lib qoldim. Turing, nonushta qiling. Soat nechi bo'ldi? Soat 6dan o'tdi. Biror marta ko'rdingmi soat 6da choy ichganimi? Sog'lom odam vaqtli turib nonushta qiladi. Ishga ham kech qolyapsiz. Turing. Men boshliqman. Qachon xohlasam boraman. Otam allaqachon turib, dasturxon boshida sizni kutib o'tiribdilar. Turing, bu yaxshi emas. Otam demaysanmi? Mayli, borib choy damlagin. Keyin oyimlarni ham uyg'otgan, xo'pmi? Xo'p, tezroq keling. Qaynotam dastidan erta turadigan bo'lamanmi deyman. Hoy dadasi. Ha, labbay. Hoy dadasi. Tinchlikmi? Qo'ng'iroq qilishyapti. Ha, kursdoshingiz. Kursdoshim? Ha, ko'taring.
Allo. Assalomu alaykum. Ha, bizni ishimiz nima bo'ldi? Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p. Mayli. Yana ko'rishamiz. Mayli, xo'p. Nima dedi? Rozi bo'lishdi. Voy xudoga shukr. Va nihoyat. Nima bo'ldi? Xayriyat. Bu uyda kulgu yo'q edi, endi kulib qolibsizlarmi? Endi faqat xursandchilik bo'ladi. Sangali, uylanasan bolam, to'y qilamiz. Qanaqa to'y? Ha, boshingni ikkita qilamiz. Bittasi yetadi. Men uylanmayman dedim-ku. Uylanmaysan? Uylanasan. Uylanmasdan nima yerga tegasanmi? Buni gapini qara-ya. Voy, siz tinchlaning. Qanaqa qilib tinchlanaman? Siz Buningni qara. tinchlaning. Men Sangali bilan o'zim gaplashaman, rozi qilaman uni. Siz xavotir olmang. Mayli, Sangali masalasini Yana o'zing nima hal qil. dedi? Biz rozimiz, lekin yoshlar uchrashsin dedi. Albatta uchrashsin, bir-birini ko'rishsin. Qanday yaxshi va nihoyat to'y bo'ladi uyimizda to'y. Dadasi. Hammasi yaxshi-yu, lekin shu o'g'ling hamma ishni rasvo qilmasa deb qo'rqaman. Siz xavotir olmang. Men uni o'zim Sen uni ko'ndiraman. gapirishini qara. Xursand bo'lishning o'rniga Men o'zim Sangali bilan gaplashib ko'ndiraman. Siz xavotirlanmang. Xo'p. Mayli. Xo'p, keyinroq o'zim qo'ng'iroq qilaman. Ha, Baxtiyor nima gap? Nima yangiliklar? Nusrat aka, yangilik o'sha masala bo'yicha. Shu gapida turib olishgan. Boshliqlari nima dedi? Oxirgi masala o'sha oxirgi kelishuv. Unda sen borib, Nusrat rozi ekan deb ayt. Bugun ishni ham hal qil. Xo'p bo'ladi aka. Ishlaringni qilaver. Mayli, xo'p. Jabor aka, ishlaring qanday? Men ishga ketdim. Mayli, yaxshi bor. Xo'p, mayli aka. Qalaysiz aka? Rahmat, yaxshi. Aka, nima bo'ldi? Nega kulyapsiz? Xudayni haytalini aytaman, haytali. Yana nima gap aka? Kelini eshitib qolsa xafa bo'ladi. Bilasiz-a? Eshitadimi, yo'qmi? Men bilaman-ku aka, xafa bo'ladi. Xo'p. Xudayn kelib, kechki payt kelib menga aytadiki, Xuda kechirasiz-u, men shunchaki kelib ketaveramanmi deydi. U aytishi mumkin. Boshqa tuzukroq Xudo topolmadingmi? Qudam bilan nima ishim bor? Menga qizi muhim. Qizi aqlli. Qizi Aqlli kelinimiz bor. Qizi aqlli qiz, lekin haytalini nafsi. Men uni bolaligidan bilaman. O'lsa ham u nafsi bilan ketadigan yigit. Boshqa iloji yo'q. Men juda yaxshi bilaman. To'g'ri. Agar yoshligimda kelib shu gapni aytganida bir musht tushirgan bo'lardim. Aka, hali vaqtli bu ishlarni qo'ying. Kelin xafa bo'lsa, keyin nima qilasiz? Lekin o'tkazib yuborsa, To'g'ri. O'zim bir joyiga o'tkazib qo'yaman. Lekin keliningni tarbiyasi ma'lum. Shu sen bilan Eminni milliarder qiladi, milliarder. Ay, iloyim, milliarder bo'lding, Nusrat. Iloyim. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Boling. Sanamaysanmi? Biz sizga ishonamiz. Asablaring tinchlanadi-da agar sanasang. Eminjonga ishonaman. Bu xavotir olmang. Bu tog'am ertalabgacha sanab chiqqanlar. Toqa to'g'rimi? Ha, endi sizni gapingiz biz uchun qonun. Tog'ajon, muborak bo'lsin. Mana kalit. Rahmat. Uylar muborak. Rahmat. Eminjon, muborak bo'lsin. Lekin buni hujjatlari qani, tog'a? Xavotir olmang. Hamma yugur-yugurlarni men Qudratjonga tushuntirdim. Hammasini tayyor qilganidan keyin uyni sizni nomingizga o'tkazamiz. Kelib bitta imzo qo'yasiz. Nasib qilsa ertagami yoki boshqa kuni tayyor bo'lishi aniq. Ha, unda bu boshqa gap. Muborak bo'lsin, tog'a. Rahmat. Muborak bo'lsin. Rahmat. Kuyov bor, boshqa nima g'amimiz bor? Buncha sabrsiz signal beraveradi. Qanaqa sabrsiz insona? Yashil yonsin, yuramiz.
Tog'a, men o'rganib ketganman. Har kuni shu ahvol. Qaysi svetoforga to'xtamay, qizil bo'ladi turaman, sariq bo'ladi, yashil bo'lar bo'lmas, dit qilib signal beraverishadi-da. Bu ham shunaqa sabrsiz. Yashil bo'lsa keyin yurasan. Yo'q, u haydash kerak. Lekin odam ko'p ekan. Ham ko'payib ketibdi odam. Uy muborak bo'lsin. Xayrli qilsin. Rahmat. Rahmat Eminjon, sog' bo'lgin. Lekin yuragimdagi uyni topdik. Hujjatlar qachon tayyor bo'ladi? Hujjatlarini 1-2 kunda tayyor qilishadi. Bo'ladi-ya. Bomdoddan boshlab yur ketdik deb qo'ymadingiz. Eminjon, vaqtliroq kelmasak bo'lmasdi. Boshqa kimdir sotib olardi. Xaridor ko'p bo'lsa, sotilib ketarmidi? Yaxshi uydan quruq qolardik. Hozir uyga borib choy ichamiz. Men o'zim sizga achchiqqina choy damlab beraman. Bir nonushta qilamiz. Yo'q, hozir choy ichishga vaqt yo'q. To'g'ri terminalga hayda. Baxtorga boraman. Bir borib uyni xabar olay. Mol hol bor. Aboga ishonch yo'q. Shoga deb sarson bo'lib yurgandir. Ko'nglim xavotirda. Hujjat tayyor bo'lsa kelaman. Xo'pmi? Iltimos, ketib nima qilasiz, tog'a? Bu yerda mazza qilib yurmaysizmi? Anchadan beri yolg'izsiz. Eminjon, qizim kichkina paytlar edi. Ko'ngli o'ksmasin, o'gay onani qo'lida deb boshqa uylanmadim. Hayotimni qizimga bag'ishladim. Mana tinchgina qizimni uzatdim. Lekin endi sekin-sekin o'ylab ko'rish kerak. Nima qilamiz? Shuni aytaman-da, tog'a. Qachongacha yurasiz? Uyda bir o'zingiz qo'rqmaysizmi, zerikmaysizmi? Men qo'rqmayman-u, qo'shnilar qo'rqishadi. Lekin men zerikaman. Ayol kishi uyni chirog'i. Ayol bor, uy boshqacha. Men hozir borsam uyda hech kim yo'q, kutib oladigan. Qariganda uylansam yaxshi-da, to'g'rimi? To'g'ri, tog'a. Mana men yoningizdaman. Qachon tayyor bo'lsangiz, Eminjon deb qo'ng'iroq qiling. Bo'ldi, boraman. O'zim sovchilikka boraman. Xavotir olmang. Rahmat, boringga shukr. O'z o'g'limdaysan endi menga. Qoyil. Abu aka? Nima bo'ldi, Shoga? Tong sahardan kelibsan, tush ko'rdingmi deyman. Yaxshimisiz aka? Tuzukmisiz? Tuzukmisan? Ha, yaxshi. Nima gap? Tinchlik aka. Ertalabdan dadam bilan oyim boshingni ikkita qilamiz deyishdi. Kelin topishganmish. Muborak bo'lsin. Rahmat. Ko'rdingmi? Yo'q aka, hali ko'rmadim. Ko'rmasam ham mayli, uylanaveraman. Qanaqasiga ko'rmagan qizingga uylanasan? Qani bir u yoq bu yog'ini bir razvedka qilaylikchi. Senga yoqsa, keyin to'yni sabrazit qilamiz. Ha, to'g'ri aytasiz. Sen o'tirib tur, men bir dushavatsa qilib kelaman. Xo'p aka. Raspalagaysa. Nima lagaysa deysiz aka? Bemalol o'tirib tur deyapman. Men dushavatsa qilib kelaman hozir. Mayli. Bu g'azon barglarini qara. Zaynabginam bo'lganida supurib tozalab qo'yardi. Buni qara. Anchadan beri supurilmagan. Barakalla. Salomat bo'l. Haytali bobo. Mashina suv bilan yurmaydi, benzin bilan yuradi. Benzin quyish kerak. Sen menga pul deyapsanmi? Aha-da. Men kimman? Meni Haytaliboy deyishadi. Tushundingmi? Men kimni qudasiman? Bilasanmi? Qudratovlarning qudasi. Odamlar orzu qiladi mashinasiga o'tirishimni. Challaq mashinangga o'tirganimga rahmat degin. Bo'ldi, hayda mashinangni. Shuncha pulni nima qilasan? Hayda.
Uyatni bilmaydi, yana pul deydi. Oysha xolangni uyimi? Bu yerda yotasan, ha? Avlodi past, yo'qol. Yo'qol dedim. O'rgildim sendan. Avlodimni gapirmang. Bir marta avlod deb boshingizdan tosh yeganingiz yetmadimi? Tosh bilan uradigan onasini qornidan hali tug'ilmagan. Shundaymi? Shapkangni ham ol, kalbosh. Shapkang boshingda qolsin. Yana bir marta kelsang, oyog'ingni sindiraman. Meni tosh bilan urarmish yana. Qadaming uzilsin seni ahmoq. Oyog'ing sinsin. O'rgildim sendan. Qachon meni tosh bilan urgan bo'lsa-ya? O'rgildim. O, radnoy, keldingmi? Ha, Nima bu turish? Yupun kiyingansan, sovuq o'tib ketmasin. Assalomu alaykum. Va alaykum, shahardan keldim. Faqat sen Zakalyon emassan, men ham Zakalyonman. Senok. Qalay ekan? Jiyan yaxshimi? Ha, yaxshi, salom aytdi. Salom aytdi. Kimni qidiryapsan? Hech kim yo'q. Shoga qayerga ketdi? Shogani sen olib keldingmi? Ha? Nima qilibdi? Nega Shogani meni uyimga olib kelasan? Nima bo'pti? Nega meni joyimga yotqizasan? Ha, qo'shni-ku. Qo'shnimish. U menga qo'shni emas, shundaymi? Menga qara, otasi bilan do'st edim. Uni otasini aslida odamgarchilik yo'q. Sen bo'lsang, o'g'lini uyimga olib kelib yuribsan. Ha, endi radnoy konflikt o'zlaringning o'rtalaringda bo'lgan. Biz yoshlar mirni живем, mirni, tushunyapsanmi? Ha bu. Bitta qizing bor edi, unga bermading. Mana yashab yuribdi-yu, o'lmadi-yu. Sadqaga qizim ketsin ulardan. O'zimizga yarasha obro'yimiz bor. Bizni kim deyshadi? Bizni Jorobovlar deyshadi. Ha, endi radnoy Jorobovlar ham. Har kim bilan tanishavermagin. U bilan boshqa ishlama. Yurma, aloqangni uz, xo'pmi? O'zingni ehtiyot qil, asabiylashma radnoy. Yana davleniyang ko'tarilmasin. Yo'q joydan tashvish bo'lmasin yana. Sen qilgan ishlaringdan davleniyam ko'tariladi-da. Yaxshi ham kelding. Men shundoq shaharga borib kelaman. Yoshliqni qara. Hamma yostiqimni rasvo qilibdi-ya. O'rgildim kaldan. Maryam opa, meni ish joyimni ko'rdingiz. Qachon xohlasangiz keling. Bizning eshigimiz har doim siz uchun ochiq. Rahmat jonim. Bo'sh kunlarimda albatta kelaman. Amirajon, sen nega jim yuribsan? Sevgi muhabbating uchun kurashmaysanmi? Sevgi, muhabbat uchun. Aytishadi-ku, birovni baxtini evaziga baxt qurib bo'lmaydi deb. Aksincha, ular seni baxtingni o'rniga baxt qurishdi. Ular seni joyingni olishdi. Meni imkonim bor deb o'ylaysizmi? Albatta bor. Imkon har doim topiladi. Agar men harakat qilsam, Eminam harakat qiladimi? Harakatlarim befoyda bo'lmaydimi? Hoy qiz, men sen tomondaman. Sen faqat taslim bo'lma, bo'ldi. Tushundingmi? Ay, dadasi. Ha, hozir. Hay, ehtiyot bo'ling. Qani menga bering. Hozir. Sekin, hali siz keraksiz. Menga bering, sekin ushlayman. Qani, qo'yib yuboring. Sekin tushing. Ha, sekinroq. Oyi, menga bering. Dada, bugun o'zim teraman degandim-ku. Siz nega chiqib oldingiz? Teraman. Sen ancha oldin terishing kerak edi. Ha, bo'ldi. Hech qisi yo'q. Kech qolding. Sekin tushing, sekinroq. Voy. Ha, senga hali tinchlikmi? Nima bo'ldi, bolam? Ha, tinchlik. O'sha siz aytgan qiz bor-ku. Mayli, men roziman. Hay, rozi bo'lsang juda ham yaxshi. Faqat bitta shartim bor. Nima shart? Nima shart? Men u qizni ko'rishim kerak. Ha, albatta ko'rasan-da. Qanday ko'radi? Otasini bilasan-ku. Otasini ko'rib qizini ol. Dada, men kartoshka olmayapman-ku. Birinchi ko'ray, keyin yoqsa uylanaman.
Ha biz ko'rdik, juda yaxshi qiz. 4 mucha soppa-sog', chiroyli, aqlli ekan. Yo'q, ota, men ko'rishaman. Ha, u to'g'ri aytadi, avval ko'rishsin. Nima, men seni ko'rib uylanganmidim? Bor. Xurmoni olib bor, qani bo'l. Nega unaqa deysiz? Tushunmadim. Men hazillashdim-ku. Ey, noo'rin hazil qildingiz. Yoshligimizni eslang, yodingizdami? Har doim ko'chamizdan o'tib ketayotganingizda devordan qarab xat tashlab, keyin orqa oldingizga qaramasdan yugurib ketardingiz. Esizdami? Paxta terim paytlari bir qop paxtani meni oldimga qo'yib, bo'sh qopni olib ketardingiz. To'ylarda nima qilardingiz? Esizdami? Hamma raqsga tushib, qo'shiq aytib o'ynashsa, sizni ikki ko'zingiz menda bo'lardi. Mendan ko'zingizni uzmas edingiz, yo tavba, qorovullik qilardingiz-ku. To'g'ri. Chunki sevar edim. Ha, yoshlar bir-birini ko'rishsin, bir marta emas, bir necha Yo'q, bor men- ko'rishsin, sinashsin, tushunishsin. Ma'qul bo'lsa keyin to'y To'g'ri qilamiz. aytasan. Men qarshi emasman. Dadasi men nima uchun bu gaplarni aytyapman? Ajrim shunaqa ham ko'payib ketyapti. Hozirgi yoshlar nega bunaqa tushunmayman-a? Yaqinda to'y qilib darrov ajrashishyapti. Bir oy bo'lmasdan ajrashishadi. Balki buni sababi bir-birlarini ko'rmasdan, uchrashmasdan, bilmasdan to'y qilishdadir. Tanishmaydi-da. Tushunmaydi, sinashmaydi. Bu hayot bo'lsa, do'ppi emas-ku, har kuni almashtirib qo'yaveradigan. Bir-birini yaxshi bilishsin, bir-birini hayotda tushunishlari uchun. To'g'ri aytasan onasi. To'g'ri. Gaplaring to'g'ri. Bir-birini tanimasa, bilmasa, axir bunaqada hayot qurib bo'lmaydi-ku. To'g'ri. Biz kam uchrashgan bo'lsak ham, lekin biz bir-birimizni tanirdik. Yana shunaqami? shu gapga olib keldingiz-a? Mollarning ahvolini qara. Men yo'qligimga ozib ketibdi-yu. Noinsof. Yemishini ham umuman bermagan. Abu. Shoga deb ko'chama-ko'cha yuradi. Qornini o'ylab, mollarning ahvolini qara. Qorni ochdi. Qorni och bo'lgandan keyin turadi-da, tepadi. Hech bo'lmasa suvini bermaydimi? Molga qaramagan mollarim ozib ketibdi-ku. Juda ham ozib ketibdi. Ularga qaramaysanmi, Abu? Senga ishongan men ahmoq. Haytali. Kim bo'ldi endi? Keling, yuringlar, mehmonlar. Haytali. Hozir chiqaychi. Haytali boy. Mehmonlarni kutib oling. Supurilmagan uyingga mehmon keladi deyshadi. Haytali mana shu. Qani keling, mulla Rajab. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mehmonlarni kutib oling. Mehmonlar? Tanimadim lekin. Qanaqasiga? Bular qarindoshlaringiz bo'ladi. Qani o'ting, marhamat. Iya. Uyalmasdan kelaveringlar. Qiziq. Kelinglar. Kelinglar. Yura qolchi. Nima ham derdik? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, krasavitsa, qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Massachusetts shu yerdami? Massachusetts? Kim bo'lardi? Eminda. Boshliq shu yerda. Xonasidami? Ha. Aka, to'xtang, men ruxsat so'rashim kerak. Ruxsat? Ha, mayli. Aka, Ruxsat to'xtang, berdim. kirish mumkin emas. Nimagadir doim siqilyapman. Nima qilishni bilmayapman. Siqilmaslikning iloji yo'q. Nima qilsam ekan, a? Men bergan maslahatni qilishing kerak edi. Qaysi maslahat?
Esingdan chiqdimi maslahatim? To'xtang, mumkin emas deyapman-ku. Men qiz qidirib Mumkin emas kelganim dedim yo'q. sizga. Nega orqamdan dum bo'lib kelyapsan? Massachusetts, родной, assalomu alaykum. Yaxshi. Raslon, yaxshimisan? Tinch. Hamma tinchmi? Tinchlikmi? Qayerda tinchlik? Mana bu qiz meni ketimdan kelyapti. Rasmimni kiraverishga mundoq portret qilib ilib qo'ymaysanmi? Nega? Kirishgada menga kirish zeleniy bo'lsin. Meni bilasan-ku, meni o'zim tayyor guvohnomaman. Meni kirgizmoqchi emas edi, xodimlaringga aytib qo'y. Tushunarli. O'zimizni odam, ishingizni qilavering. Oy, krasavitsa. Yuzimni kserokopiya qilib eslab qol. Keyingi safar so'rab o'tirmaysan, хорошо? Keyingi safar bunaqa bo'lmasin. Bu jo'jacha meni qiynadi-da. Bo'ldi aka, siqilmang. Assalomu alaykum. Shogami bu? Kim? Meni do'stim. Do'sting? Ha, Parda. Pardaboy qalaysan? Yaxshi, rahmat. Pardabek ili Pardaboy? Pardaboy. Prosta pardami? O'tirmaysizmi? Bir marta seni joyingga o'tiray, xosiyati bor deyishadi. Kreslo odamni boy badavlat qiladi degan gaplar bor. Menga qara. Menga seni joying kerak emas, o'zingga yarashadi. Qara. Osh, bu qayerniki ekan? Italyanskiymi, fransuzskiymi, malayziyskiymi? Qanaqa, родной? Ha, Родной? ha, italyandan. Buni qara. Bunda o'tirib senlar kuchaymasdan kim kuchaysin yana, ha? O'zi ham bunga o'tirsang, uyqing ham kelar ekan, ha, jigar? Ha, belingiz og'risa orqaga suyanasiz-da. Ha, родной, o'zingga buyursin. Lekin oyoqni tepaga qo'ymaydi. Bu o'tirish uchun. Bu nima? Tillami? Massachusetts? iPhone 16 aka. iPhone 16? Hali shunaqasi ham chiqdimi? Meniki nechi unda? Qani ko'raychi. Mana shunday ko'raver, bilmaysanmi? 15 aka. 15? Родной? Nahotki kuyov 16 da yursa-yu, biz 15 da yursak. Shu to'g'ri keladimi endi? Men ham yaqinda oldim aka. Bir og'iz aytmaysanmi 16 chiqdi deb? 15 bilan yuribman, bilasan? Avtoritetimga to'g'ri kelmaydi. Aka, uni hali pagasheniyasi yopilmagan. Yopilmagan, bilasiz. Qanaqa pagasheniya, родной? Meni muammo emas-ku. Pagasheniyasini o'zing sabrazit qil. Qanaqa pagasheniya yana? Emin Shop Marketplace bilan. Marketplace? Ozroq gaplashaylikchi, o'zing tushuntirgin. Biz endi ko'chada katta bo'lganmiz, tushunmayman. Play Market, Play Mart nima u? Emin Shop Marketplace onlayn bozor degani. Bozor internetda. Emin Shopga kirasiz, buyurtma berasiz, bo'ldi. Massachusetts, menga bunaqa ertak o'qima. Qayerdan borib olsam bo'ladi? O'zim kirib zakaz qilaman aka. Hozir sizni 25 daqiqa vaqtingiz bor-da. 25 daqiqa? Ha, so'mni ikkinchi qavatiga borasiz. Ikkinchi qavatda olgan joyimizmi? Ha, Emin sarmoyali joy bor-ku, o'sha yerga borib, Emin jo'natdi deb ayting. Ha, bu seniki edi. Bu o'zingga buyursin, родной. Demak, qara. Bu 15 Bunday ni olib qilamiz ketasizmi? unda. 15 ni birorta shogaga sovg'a qilaman. O'zingni ehtiyot qil. Jiyan yaxshimi, tinchmi? Qalay? Yaxshi, rahmat. Pardaboy, o'zingni ehtiyot qil, birodar. Parda boshingga urmasin. Mayli, роднойjon, biror kun albatta kelinglar. Xo'p. Значит, men ikkinchi qavat sumga boray, ha? Ha, O'sha shunday. gap, ha? Bo'ldi, tushundim. Kelishdik. Xo'p, yaxshi. Gap yo'q, bo'pti, родной. Kuzatib qo'yaymi? Yo'q, ishlaringni qilaver. Bo'pti, men ketdim. Xo'p. Amin. Har qanday balo qazodan asrasin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Amin. Allohu akbar. Qaytalijon, kam namozsiz? Qishloqda ko'rinmaysiz. Endi mulla, hozir ishimiz markazda. Qudratov haligi qudam bilan bitta-ikkita delovoy strechamiz bor. Biznes qilyapmiz. Ishlar sal ko'p. O'shanga to'g'ri tushunasiz. Bu yog'iga qishloqda ham havo sovib ketdi. Qishloqni jozibasi bor o'ziga tortadi. Mana yana keldik-da. Poy qadamliysizda, ob-havoga qarang. Mana quyosh chiqib, kunlar ham isidi. Bir necha kundan beri yomg'ir yog'ayotgandi. Siz yomg'irni qo'ying. Ha. Bular sizni qarindoshlaringiz. Mannon usta, Harronning o'g'li. Bunisi Gulmurod ammangiz bor edi-ku. Ismi nima edi? Gulsara. Meni ammam yo'q edi. Yaxshilab o'ylab ko'ring, balki bordir. Otangizni avlodi. Ona avloddan emas, ular boshqa.
otangiz tarafdan. Lekin umuman esimda yo'q. Eslolmayapman. Hannon, Mannon kim edi? Tanimadim. Hannon usta, esingizdami yoshlikdagi daraxtdan yiqilganingizda qo'lingiz chiqqanda, o'shanda Xudo rahmatli otam qo'lingizni solgandi. Hayotimda biror marta ham qo'lim sinmagan. Hammasi 100%. Bola bo'lgansizda esingizda yo'q. Kimning esida bor bolalik. Qo'yavering. Bular yaxshi niyatda kelishgan. Qarindoshchilik rishtalarini mustahkam qilishni xohlab kelishgan. Ha, shunday. Xayrli qilay desam, o'zi bitta qizim bor edi. Uni ham xayrli qildik. Boshqa qizim yo'q-ku, kim bilan qarindoshlik qilaman? Haytalijon, noto'g'ri tushundingiz. Bu kishilar mana Gulmurod Mannonjon, bularning qizlari bor. Qizlari voyaga yetgan. Shunga yanada yaqinroq qarindosh bo'lmoqchilar. Shuni mustahkamlashmoqchi bo'lishgan, kelishgan. Kollejda o'qiydi. Kollejda? Tibbiyot kollejida. Doktor bo'lmoqchi. Biroz yoshroq ekan. Sal yoshlik qiladi-da. Bizni niyatimiz Abujon. Abujonni boshini ikkita qilsak. Domla, Abu hali navbatda. Men turganimda unga nima bor? Menga ham bitta topishsa bo'lmaydimi? Birorta yeri bilan ajrashgan bevalar bormi? Ha, bor, topamiz, albatta topamiz. Topamiz. Shaharda nima ko'p, yerida topsangiz yaxshi. Qarindosh bo'lsak, avlod bo'lsak, mana tasavvur qiling, agar shu uyda ayol bo'lganda, sizlarni shunaqa kutgan bo'larmidim? Shunaqa mehmon qilarmidim, ha? Kimning o'g'liman dedingiz? Xo'sh, kimning o'g'li dedingiz? Dud qiladi, lekin ko'tarmayapti. Ko'tarmadimi? Bu bola qayerda ekan? Yana bir marta qo'ng'iroq qilchi. Hech bo'lmasa gudok ketyaptimi? Dud qilyapti. Bu bizni bloklagan shekilli-da. Bloklagan. Bu bola unaqa emasdi, o'zgarib qolgan oxirgi payt. Sitorasi almashgan. Shunga bo'lsa kerak-da. Qo'yaver, uni bilasan. Bo'riyani magazinini ham ko'ramiz, yo'q bo'lsa uyga ketamiz. Topib mo'chay qilamiz. Shomurod aka, assalomu alaykum. Assalom, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Qayerdan kelyapsiz? Qayerdan ham kelardim. Boshim juda qotib kelyapman-da. Nima bo'ldi? Ana u bor-ku, Zafar qosh bor-ku. O'shani O'shani 7 ta molini ukol qilgan edim. Pulini ertaga beraman, indiniga beraman deydi. Kressoda o'tirib olib. Bugun to'g'ri qidirib borsam, yangi bahona boshladi. Hali meni tug'ilgan kunim bor, o'tkazib olay, keyin beraman deydi. Meni boshqa ishim yo'qmi? Ukolni qildirdimi, pulini bermaydimi? Har kuni uni eshigini tagiga kelib ketishga umuman vaqtim yo'q-ku. Ishlarini bitirib berganidan keyin bitta maqol bor-ku, qo'ling bilan berib, oyog'im bilan yugurib olasan deb. Men ham qo'lim bilan berib, oyog'im bilan yugurib yuribman. Boshimga tashvish orttirib. Mol doktor bo'lib, endi odamlarga hayvon bo'ldikmi, ha? Shundaymi? Endi siqilmang, qo'shnichilikda bo'ladi. O'zi faqat qo'shnilar va qarindoshlar chaqirishadi. Meni boshqa tumanga chaqirishmaydi-ku. Men ham shu qo'shnilarning ishlarini qilaman. Meni ham hayotim bor. Yana Shomurod yana uribdi deb aytishadi. Hammasi shularning ishi. Shularni deb har doim ichaman. Endi shunaqa-ku aka, bizni ham dardimiz bor. Nima bo'ldi? Nima dard? Sangakni qidiryapmiz, hech qayerda yo'q. Shu bolaning ismini gapirmagin, iltimos. Iltimos. Nega? Avvaliga men bilan yuradigan, nima xizmatingiz bor deb yuradigan sangak yo'q. Undan umuman asar ham qolmagan. O'tgan kuni ko'rgandim. Choy quyib berardi, ichardim. Hozir choy ham quymaydi. O'sha sangak Abu bilan birga bo'lib olgan. Hozir Abuni qoniga tashlaman o'zi. Birga o'tirib qolganimizda gapirishi o'zgarib qolgan. Gapirsa tis qo'shib gapirardi. Tsa qilardi. Bir kuni qayerga bording deb so'rasam, Dushanbega demasdan Gorodga bordik, Gorodga deydi. Gorod deb tor shimchalarni kiyib maykaychalar chiqarib yuradi. Hali bu kunlar ham o'tar ketar. Lekin meni tabobatim shu kungacha yashab kelyapti. Yana men yomonman-u, Abu yaxshimish. Qanaqasiga? Eshitaversang tamom bo'lasan. Bilasanlarmi? Abu o'zi 7 oyligi 15 kunligida chala tug'ilgan. Bu gal o'rtamizda qolsin-u. U 7 oyligi 15 kunligida tug'ilgan. Men uni shishi idishda sut berib katta qilganman. Men tabibman. Nima edi, gapimni ham yo'qotib qo'ydim. Nima edi, bir kunda 3 ta voqea bo'lgan. O'shanda boshim bilan urushib qolganman. Haligi hayronman, eslolmayapman. Nima qilay?
Shaharda ekan-ku. Biz Bo'riyani do'koniga borayotgandik. Sangali o'sha yerda bo'lsa kerak deb. Men butun qishloqni aylanib yuribman. Na sangali bor, na abu. Ular ketdi bo'ldi. Endi sangalini mana bunday qilib telefonda ko'rasan. Umidingni uzaver. Kelmaydi. Uyga kelgandir. Sangalimi? Kelmaydi. Asablarim tamom bo'ldi. Asablarim bor-ku. Bitta nerv bittasi qolgan. Kelinglar, mana shuni yeymiz. Nima deysizlar? Ogurtsi. Men abu bilan sangali bo'ldim. Ogurtsi. Ketdik, shu ogurtsini yeylik. Ketdik. Uyda bitta anondan bor. Ichib asablarini tinchlantiramiz. Nima deysizlar? Bugun ichmaylik. Ketdik. Bir marta meni gapimni qilinglar. Unda do'konga kirib chiqaylik. Uyda hamma narsa bor. Ulfat bo'lsalaring bo'ldi. Yurlaring. Xush kelibsizlar. O'tirsanglar bo'lardi. Yana qarindoshlaringni topding, Hayitali. Ha, yaxshi bo'ldi. Endi xotin ham topilsa bo'ldi. Qoyilmanlik. Domla, bir duo qiling. Qani ilohomin. Allohim, mehr oqibatimizni umuman yo'qotmasin. Meni duo qiling, baxtim ochilsin. Ha, xo'p bo'ladi. Ilohomin, mana shu Hayitali ham, Hayitaliboy ham baxtli bo'lsin. Shu bir sohib jamol xotin nasib qilsin. Yaqin kunlarda Amin. tezroq topilib xotinni qo'lidan osh yeyish nasib qilsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Xush kelibsizlar. Shu vaqt bo'ling. Tezroq topinglar endi, ha? Mayli. Xo'pmi? Hammaga salom aytinglar. Yaxshi qoling. Hayitaliboy, xush kelibsizlar. Obbo Hayitali. Ajoyib odam ekan. Ajoyib odam. Nimasini aytasan? Bu piyoda kelyapsan, mashinang qani? Mashinani remontga berganman. Bular kim? Bu shu boy bo'lsang, har joydan qarindosh urug'laring ham chiqaverar ekan. Qarindoshimiz deb kelishibdi. Lekin men bilmayman. Bular qanaqa qarindoshimiz? Ammangni o'g'liman deydimi? Bir nimalar deydi xullas. Nima bo'lyapti? Xudo baxt eshiklarini ochdimi deyman. Qarindoshimiz. Ha, endi ochsin-da, qachongacha shunday yuramiz. Bugun seni navbating, to'g'rimi? Qanaqasiga men navbatim? Seni O'zi bugun keldim-ku. Ovqat qildingmi o'zi? Ana xurmo bor. Ikkita yesang qorning to'yadi. Shoga. Qalaysan buqacha? Aka, bu juda katta ekan-ku. Jayron bu, bilasanmi? Cadillac. Cadillac emas, Cadillac. Shu rangga o'xshagan buqachang bor edi-yu, ismi nima edi? Mishani aytyapsizmi? Ha, o'sha baquvvat moshni edi-yu. To'g'ri, uni ham rangi shunaqa edi. Ha, xuddi o'shanga o'xshaydi, ko'rdingmi? Bu mashinada eng zo'r nimasi borligini bilasanmi? Buqaga o'xshab turishi bor. Men senga va'da berganmidim, bitta buqacha senga deb. Esingdami? Ha, aka. Arslon yigit, mana shu buqacha senga. Abu Shohning nomidan senga sovg'a shu. Tushundingmi? Xudo haqqi, gap yo'q aka. Salomat bo'l, Radnoy. Bu raqamlarni ham auksiondan olganman, Radnoy. Tushundingmi? Bu senga sovg'a. Tushundim aka, harflari boshqa-yu. Bu harflarni o'ylama, bir gap bor-u. Каждый думает по мере своей испорченности. Toy bola, bunaqa испорченный bo'lmagan. Bu harflari Sangalini Cadillagi degani, tushundingmi? To'g'ri aytasiz. Sangalini Cadillagi ikkita 10 o'rtasida. Ishlaring 5 emas, endi desyatka bo'lsin, Radnoy, endi faqat desyatkaga urasan, tushundingmi? Lekin endi bunaqa qizil pushti ko'ylaklar kiymagin, yarashmaydi. Bunaqa mashinalarni firmenli qora kiyimlar bilan haydash kerak. Qani, bir o'tirib ko'raychi, qaddi qomating bu buqachaga to'g'ri kelarmikan? Baland ekan-a? Turishini qarang. Baland, tepadan qaraysan endi hammaga. Hayitalining ustiga gazini bosib haydaysan endi. Qani, bir ko'raychi toy bola yarashdimikan? Cadillac-a bu? Cadillac emas, Cadillac. O'qimagan. Qachon to'g'ri aytishni o'rganasan? Bezor qilding. Sochim ham oqarib ketdi senga o'rgataman deb. Senga o'rgataverib, o'zimga qolmayapti. Cadillac, Sangalini Cadillac-a. Ey. Nahotki
Tushgacha uxlaydigan odam nima bo'lib ertalabdan vaqtli uyg'onibdi? Menda biror muhim ishingiz bormi, a? Emin? Bir yaxshi ish qilay dedim-da. Uyg'onishim bilan to'g'ri kelaverdim. Hatto nonushta ham qilmadim. Vau, nima qilamiz? Bugun men o'zim seni ish joyingga olib boraman. Yo'q. Umrimda birinchi marta vaqtli turib keldim. Iltimos, kel o'tir. Yo'q. Yo'q deb bo'lmaydi. Sen meni bilasan-ku, qanaqa qiynalib turib keldim. Eminni bilasan-ku? Bilasan-ku qanaqaligimni. Agar hozir bormasang, Eminni ko'rmaysan. Hazillashdim, o'tir. O'tir. Juda yarashdi shunaqa o'tirish. Ey! Och. Amira. Amira. Sen burningdan. Yaxshi dam oldingmi? Ey, menga boboyning ertaklarini gapirma. Daming chiqib bo'lgan. Birinchida deding, mana birinchi bo'ldi. Ha bo'ldi, sabrazit qil, bo'ldi. Bu seni problemang, tushundingmi? Birda deding, men birinchi kun kechagacha ijdat qilaman, sabrazit qil unda. Bo'ldi, ko'p gapirishni keragi yo'q. Toy bola, nega kech qolding? Agar sen qiz bola bo'lganingda 10 ta yerga tekkan bo'larding. Mo'ylovimni chiroyli qilib to'g'irladim aka. Soqolimni oldim, shapkamni kiyib oldim. Mana keldim. Ketdikmi aka? Sen bu turishing bilan qayerga borasan? Turishimga nima qilibdi? Seni boshqa kiygani kiyiming yo'qmi? Men hech qayerga bormasam qayerdan bo'lardi? Bitta ikkita bor, ular yozgi, boshqasi bor qizil ko'ylakni kiyma deysiz. Ha, olmaysanmi? O'zingga chiroyli kiyimlardan undoq. Ha, 1-2 so'm pulim bor edi, o'zingiz sabrazit qildingiz, boshqa pulim yo'q, qayerdan olaman? Shoga. Bu ham mana qarang, derski turibdi. Hech ham derskiga o'xshamaydi. Yur, ketdik, men bilan bitta sportivkam bor, o'zimga tor bo'lib qolgan. Kiyasan, chotki bo'ladi. Bu turishingda sharmanda qilasan odamni. Ozroq yurishingni to'g'rilab, qomatingni tik tutib yurgin, bunda odamga o'xshab. Bu nima, bukchayib olgansan? Oyoqlaringni to'g'ri bos. Sen umringda zalga chiqqanmisan? Mashq qilganmisan hech ham? Ha? Aytganman, aka, og'ilda faqat mol boqqanman deb. Arslon qaddini tik tutadi. Ko'rishganda ham sportsmen ekan, kelishgan yigit ekan deysin. Menga o'xshab. Mana meni qara, normalniy sabrazit qilib yuraman mana bunaqa. Mana shundoq kelasan-da bitta sakrab o'tasan. Mana uni qara, yana parod qilyapsanmi? Biror marta uchrashganmisan? Birorta qiz bilan svidaniyaga chiqqanmisan? Yo'q aka, faqat qishloqda. Bo'ldimi? Menga qara, yana mol qo'y haqida gapirib o'tirmagina odamni sharmanda qilib. Tushundingmi? Ana kelishyapti. Shularmi? Ha, Men nima deyman? Mehr muhabbatdan gapir, muhabbatdan. Tushundingmi? Qaysi biri? bilmayman, oyim kelishgan, baland bo'yli degandilar. Chiroyli gaplardan gapirgan. Tushundingmi? Menimcha ikkalasi bo'lsa kerak. Sariq kurtkadagimi? Ha, shu shekilli. Ko'rganmisan o'zi? Birorta rasmini ko'rganmisan? Yo'q aka, oyim qoshlari qalin, chiroyli qomatli degandilar. Menimcha ro'moldagisi bo'lish kerak. Qoshlari qalin ekan, ha? Ketdik. Qara, Ha. biz tomonga qarab kelyapti. Qomatingni tik tutib tabassum qil, ortiqcha gap gapirma. Tushundingmi? O'sha gaplar. Faqat chiroyli gaplar gapir. Xo'p, tushundim, bo'ldi aka. Qaysi biri bo'lsa? Oldimga kel. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar, Assalomu go'zal alaykum. qizlar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Adashmasam sizlar bizni kutib turibsizlar, ha? Ha. Uchrashuvga. Ha, biz kutyapmiz. Yaxshi. Yaxshi. Salomat bo'ling. Meni ismim Prosta bu. Bu ukam Sangak. O'zi ismi Sangali, lekin men Sangak deyman. Men uchun Prosta Sangak. Qolganini o'zlaringiz gaplashib, kelishib olarsizlar. Ha. Ha, to'g'rimi? Nima deding? Shoga? Очень приятно. Ha, yo'q. Meni ismim Robiyaxon. Aha. Dugonamniki esa Nigina. Ha, Robiya ekan.
Shoga, Robiya. Unda sizlar bemalol gaplashib, suhbatlashinglar. Biz Nigina bilan Nigina dedingiz-a? Ha, Nigina Nigina. bilan bir aylanamiz. Suhbatlashib, maza qilinglar. Bo'ptimi? Aka, siz ketasizmi? Shu yerda bo'lamiz. Qani Niginaxon, yuring. Voy, nima qilyapsiz? Qalaysiz? Yaxshimisiz? Ha, Salom. Va alaykum assalom. Akam bo'lganlarida zo'r bo'lardi-da. O'rtog'ingiz uylanadimi? Ha, u ham uylanmoqchi, men ham uylanaman. Ha. o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi bo'ladi, Xudoga shukr, yuribmiz. U yoqda, bu yoqda. Sekin-sekin. Ularga qaramang. Ular o'zi kelishib olishadi. To'g'rimi? Ismingiz nima? Robiya. Robiya. Meni ismim Sangala. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Siz nima ish qilasiz? Bizning ishimiz shaharda ofisimiz bor. Oo, Aha. ofisda nima ish qilasiz? Nechinchi kurs? 3-kurs. 3-kurs bo'ldingizmi? Ko'zlaringiz chiroyli ekan. Bilaman. Go'zal ko'zlar ekan. Biz shu odamlarni muammolarini hal qilamiz-da. Ishimiz shunaqa. Qo'llab-quvvatlaymiz. Zo'r. Ha. Siz qayerda o'qiysiz? Sizga nima? Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Hamma narsani bilishingiz kerakmi? Ha, axir kelajak uchun bilishim kerak-ku. Men talabaman. Qayerda o'qiysiz? Pedagogikada. Sizchi biror joyda o'qiysizmi? Yo'q, men o'qimayman. To'g'risi men 5 yil o'tirib chiqqanman. Shu bilan umrimiz sekin o'tyapti. Qayerda? Ichkarida, biz ichkarini bolalarimiz. Ichkarida o'tirib chiqqanmiz. Mana shunaqa. O'qituvchi bo'lasizmi? Ha. Meni oyim ham o'qituvchilar. O'qituvchi. Qaniydi o'quvching bo'lsam. Nima? Ko'zlaringiz katta, chiroyli ekan deyman. Ha, bilaman. Hamma ko'zimni gapiradi. Nega kulasiz? O'zim shunday. Shu bir paytlar buzoqcham bo'lardi-da, uni ham ko'zlari siznikiga o'xshab katta chiroyli edi. Nima? Meni mol bilan solishtiryapsanmi? Yo'q, shunchaki xafa bo'lmang. Men shunchaki haligi Tegma. Hozirgacha meni qo'limdan hech kim ushlamagan. kechirasiz. Ha, siz bu joyda ishlaysizmi? Nima desam ekan, hozirgi kunlarda ishlar ham smatriyashi. Mana shu territoriyalarga smatriyashimiz. Biz haligi spravedliviy odammiz-da. Dunyoda ikki xil odam bo'ladi-yu. Spravedliviy va nespravedliviy. Endi biz spravedliviy человекmiz. Mana shunaqa. Xullas biz nespravedliviy odamlarni joyiga qo'yib qo'yamiz. Haqiqat tarafdorimiz, tushunyapsizmi? Suv chiroyli-a? Ha. Oqizib ketarmikan? Bir kalla tashlab ko'ring-chi. Suzishni bilsangiz kerak. Ha, bilaman-ku, lekin bu tez. Robin Hoodni ko'rganmisiz? Yuring, biz ham aylanaylik. Bu yerda juda ko'p turib qoldik. Ha? Ketdik. O'g'ling qo'ng'iroq qilmadimi? Voy ana, dadasi Xizrni yo'qlasak bo'lar ekan. O'g'lim keldi. Voy, namuncha tez kelding-a? Hay, qanday o'tdi? Yoqdimi? Gapirsang-chi. Chiroyli qizim ekan. Gapirsang-chi, uchrashuv qanday o'tdi? Senga yoqdimi? Gapir. Ey bola, gapirsang-chi. Voy dadajonisi, sukut rozilik alomati. Oyim to'g'ri aytayaptilar, dada. Xotin, bu o'g'ling bir uchrashuvga chiqib, yurishlari ja boshqacha bo'lib qoptimi?
Agar uylansa nima qilar ekan, ha? Hay dadasi, yuzidan qiz yoqqanga o'xshaydi. Voy, shuncha qizlarni ko'rsatgandim, yoqmagan edi-ya. Yo xudoyim-ey. Ha endi otasini o'g'li-da. Hoy, balandroq gapir, ovozing kelmayapti. Hozir yugurishdan kelgan edim, ozroq charchaganman. 2 soat oldin aytsang bo'lmasmidi? Ko'rishar edik. Qayerda o'tiribsan? Ha, menga aytmadingmi, yoningga borar edi. Albatta ertaga qo'ng'iroq qilgin, ko'rishamiz. O'zingni ehtiyot qil. Amma, Labay Minjon. kim bilan gaplashyapsiz? Amira bilan. Amira meni so'radimi? Ha, seni so'radi. Qayerda ekan? Qo'ng'iroq qildi, yolg'iz o'zi o'tirgan ekan. Yolg'iz? Menga keling degan edi, biroz charchaganman. Men bora olmayman. Balki sen borarsan. Yaxshi fikr. Hozir uydan chiqsam uydagilar bilishmasmikin? Shunga hayronman. Hech kim hech narsa bilmaydi. Bilsa ham o'zim bilaman nima deyishni. Sen boraver. Siz gaplashasiz, qo'llab-quvvatlaysiz, a? 100%. Rahmat amma jonim. Bitta sizda. To'xta. Buni qo'lingdan ol. Nega? Bu ortiqcha. Endi ketaver. Nafas olishi osonlashdi. Bor. Rahmat amma. Bitta siz tushunasiz-da meni. Jonimdan o'rgilay. Xayr. Bilasizlarmi? Men agar bu hayotda nimani xohlasam, albatta qo'lga kiritaman. Senmi? Mana men. Nima deydi bu? Nima shart qo'yamiz? Nima shart bilan? Mana shu mashina kaliti bilan. Xo'p. Agar men yutqazsam, mana shu mashinani ikkalangga beraman. Agar biz yutqazsak-chi? Sizlar yutqazsangiz, men nimani xohlasam, shuni bajarasizlar. Yangam yo'qmi deyman, aka? Yangang shu yerda bo'lsa kerak. U administrator-ku. Har kuni shu yerda bo'lishi uni обязанности. Restoranni o'zi boshqaradi. Tushundingmi? Qorning ochmi? Biror nima yeymizmi? Yo'q, aka. Men boshqa restoranda siz bilan hech narsa yemayman. Nimaga? Agar yana 1-2 marta yesak, boshimda soch qolmaydi umuman. Mana qarang. Ha, endi bo'p turadi bunaqa narsa. Hozir mana cho'ntagimiz to'la pul, radnoy, ishlar joyida. Radnoy, bitta achchiqqina qora choy damla. Chifr. Sabrazit qil. Ertalabdan beri kuzatyapman, toy bola, ko'zing faqat chiroyli qizlarga qarayapti, ha? Yo'q, aka. Ha? Yo'q, aka. Bular boshini yuvmaydimi deyman. Zang bosganini qarang. U moda, radnoy, moda. Sen bunaqa narsalarni tushunmaysanmi? Bu milishka qilgan. Milirovaniya qilgan. Qanaqa? Milirovaniya. Shunaqa deyshadi qizlarga. Shu moda. O'zi sen biror qiz bilan biror отношение qilganmisan? Meni tushunyapsanmi? Qiz bola bilan o'g'il bola. Yo'q, aka. Men siz o'ylagan bolalardan emasman. Qo'ysangchi. Men uyalaman, aka. Men o'ylagan fikrlarimdan sen o'tgansan, radnoy. Menga qara. aka. Hozir borib o'sha qizlar bilan tanishamiz. Tushundingmi? Yo'q, aka. Qo'ying, kerak emas, iltimos. Qara, hozir to'xta. Hozir. Aka, men ham boraymi? Men shu yerda o'tirib turib qolay. Tur joyingdan. Xullas, o'sha Ke. yigitga iPhone oldirdim. Voy, siz kimsiz? Nega bu yerga o'tirib oldingiz? Shu yerga o'tirsam maylimi?
O'tiraver, sho'ga o'tir. Aytishadi-yu, gapirishdan oldin tanishish kerak deb. Tanishish nimadan boshlanadi endi? Shu ism familiyadan. To'g'rimi, sho'ga? Ha, to'g'ri. Meni ismim Abu. Siz uchun prosta Abu. Bu meni sho'gam, Sangali. Prosta Sangak. Qizlar aytadi-yu, Jigarik deb. Bu Sangak emas, Jigarik. Bu Jigarikka qarang. Rahmat aka. To'g'risini aytsam, o'sha yerdan nablidat qildim. Mana shu joyni osveshiniyasini sizlar mot qilyapsizlar. Menimcha, Rog'ungesini birorta agregati to'g'ri tarafga qaratilganmi deyman. Kim sizga bu yerga kelib o'tir dedi? Ha, biror marta oy bilan batl qilganmisiz? Go'zalligingizni qarang. Bunaqa go'zallikdan-chi rashk qilsa arziydi. Bu ham batl qilgan aka. U quyoshni sapernigi, go'zallikni qara, yarkisni qara. Turing, bu yerdan keting. Bular qulupnayli, shirinli kiyishadi. Chehralari shunga chiroyli, sho'ga. Biz faqat o'tli somsa yeyaverib, aftimizga qaragin nimalar bo'lib ketgan. Ajinlar bosib ketganmi? Aka, buni pulini kim beradi keyin? Qachon Istanbulga ketmoqchisiz? Oilangizni ko'rgani. 8 oydan beri shu yerdaman. 2-oyda ketmoqchiman. Xudo xohlasa. Ha, 2-oy, fevralda. Ha, inshaalloh ketaman. Bu go'zallikni qara. Shirinim. Gap bo'lishi mumkin emas chiroyingga. Umid, to'xtab tur. Mayli, Xo'p, Metinjon, sog' bo'ling. ishlaringizni Xo'p. qilavering. Buni ularga olib boryapsanmi? O'zim olib boraman. Xo'p. Ishingni qil. Bu chiroy, bu go'zallikka Choy. Ey, ofitsiantka. Choyni olib kelding. Kim quyib beradi, ha? Sabrazit qil. Oy, choy nima bo'ldi, choy? Uzr, qo'lingiz bandligi esimdan chiqibdi. Yoqimli ishtaha. Sen bizga nima olib kelding, ha? Asali bormi? Asal yoningizda o'tiribdi. Bizga shu yerni asali yoqadi. Ular esa shirinlik qiladi. Qora choy olib kel dedingiz, olib keldim aka. Men ko'k choy aytdim. Erkaklar ichadigan ko'k choy, tushundingmi? Yoqimli ishtaha. Bemalol o'tiravering. Kechirasiz. Kechirasiz. Jamoat joyida uyalmaysizlarmi, kap-katta odamlar? Baqir-chaqir qilgani. Biz ko'k choy buyurtma qilgan edik. Bo'ldi, almashtiramiz. Bu go'zallar uchun bitta chaykovatsa qilamiz, ha? To'g'ri gaplashing. Ofitsiantam odam. Kel, biz bilan o'tir. Menga qara, o'tirsang-chi. Nega noz qilasan, ha? Tort qo'lingni. Ha, bolalar, nima muammo? Sen muammoni hal qilmoqchimisan? Kerak bo'lsa hal qilamiz. Qani ko'raylikchi, hal qila olmaysan baribir. Nima deding? Nima dedim? Nima deysan? Shart qo'yamizmi? Kelishdikmi? Kelishdik. Xo'p, kelishdik. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Alkogolsiz mojito. Xo'p bo'ladi. Shu qizni ko'rdingmi? Yurishidan bilinib turibdi. Uncha-munchasiga bosh egmaydi. Ana o qizni aytyapsanmi? O'sha qizni aytyapman. Bir haftadan so'ng meni mashinamda o'tirgan bo'ladi. Bir gap bor-ku. Maydon dalerniki. Shuning uchun bemalol.
Bemalol. Dalerjon, katta gapiryapsan. Kel, o'zingni sharmanda qilma. Tomosha qil. Uddalaydimi? Yo'q, menimcha. Marhamat. Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu chiroyli qizni nima dardi bor ekanki bu yerda yolg'iz? O'zlaridan so'rang. Qaysi birida ichyapsiz? Barmen, menga ham bitta shundan. Xo'p bo'ladi. Yaxshi qiz. Ismim Daler. Sizning ismingiz nima, yaxshi qiz? Daler. Menimcha sizni joyingiz narigi tarafda. O'zingizcha bu yerga keldingiz? Men tanishmayman. Lekin siz bilan tanishaman. Ismim Amira. Amira. Juda xursand bo'ldim, Amira. Shunaqa chiroyli yigit, lekin chiroyli qizsiz. Shu paytgacha ko'nglimdagi qiz topilmadi, lekin menimcha endi paydo bo'ldi. Kim bu bola? Bu bola kim? Bu yer band, bor ket. Kechirasiz. Og'ayni, 1 daqiqaga mumkinmi? Iltimos. 1 daqiqa, hozir kelaman. Yur, qani? Hech qayerga ketmaydi. Hozir keladi. Qo'lingni tort. Nima gaping bor, gapir. Sen aqldan ozdingmi nima balo? Allo. Militsiya. Zukini o'chir, jonimga tegding, qovog'ariga o'xshab ming'irlaysan. Malakasoz. Oyim bilan dadam aytgandi. Abu bilan ko'p yurma deb, bir kun sen ham qamoqda chiriysan degandi. Mana qamoqqa tushdim. Oyim meni o'ldiradi. Zukini o'chir, ey. 10 soniya o'tmasdan bizni bu yerdan chiqarishadi. Ey bola, bizni ham o'zimizga yarasha obro'yimiz bor axir. Mana, aytdim-ku, hozir chiqasan deb. Mana, bizni qutqarishga kuyov keldi. Vaqtliroq kelmaysanmi, ey? Muncha qolib ketding, anchadan beri o'tiribmiz. Abu aka, 1 daqiqa. Shoshmasdan turing, iltimos. Gap o'zimiz oramizda qolsin. Hozir hammamiz bitta kemadamiz. Qanaqa kema? Bu yer qamoqxona. Tushundingmi? Menga qara, toy bola. Bu hamma bankni bankrot qildingmi deyman. Yo'q, nega bankrot qilaman? Bank o'zimizniki-ku. Bir joyda edim. Yoshlikda bo'ladi-ku endi. Bittasini biroz qattiq urib yubordi. O'zi yaxshimi? Yiqildi. Tirik. Sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Tinchlikmi? Biz bitta bandani, odamlarini urib pachaq qildik. Tushundingmi? Bunday past balandliklar har bir erkakning boshida bo'ladi. Tushundingmi? Erkak kishi hayotda hamma narsani ko'rish kerak. Bu shoga sangak bilan menimcha bir-biringni tanisalaring kerak, a? Xohlasalaring yana bir marta ichkarida tanishinglar. Menimcha to'ylarda o'rtada raqsga tushib turadi-ya. Qani kuyov, o'tirchi, bir gaplashaylikchi. Nima gaplar? Bizneslar qalay? Dadang yaxshimi? Hammasi yaxshi. Bu betonmi? Ha, nima bo'lsin yana? Ha, beton? Biror yumshoqroq divanmi, kresloga o'xshash narsa yo'qmi bu yerda? Beton juda ham qattiq sovuq bo'ladi. Toy bola, nima? Bu yer senga onangning uyimi? Bu yerni ichkari deyshadi. Xo'p, sharoiti yo'q-ku.
Aytmaysanmi? Двухспальный kravat olib kelib berardim. Отопление yo'q. Отопленияmish. Ha, siz sovqotmayapsizmi? O, italyanskiy yumshoq kresloda bankingda o'tirasan mazza qilib. Bu yerni ichkari deyshadi. Bilmasang bilib ol. Aka, hozir ayni payti kuyovingizni aytyapman. Shu ichkarida bir mochkasini chiqaray, nima deysiz? Xo'sh. Siz hech narsa qilmang. Faqat ushlab turing, men o'zim yaxshilab bir jag'ga uraman. Nima deysiz? Xo'sh. Nega buncha fish qiladi bu? Endi radnoylar, aytganimdek, hayotni past balandi bo'ladi. Pasti baland paytda sabr toqat qilish kerak. Tushundilaringmi? Bu yer nima bo'pti? Necha marta o'tirganmiz u? Bu yerda maktabni tugatganmiz u? Shoga. Shuning uchun sabr toqatli bo'lish kerak. Tushundingmi? Sangak. Bu yoqqa o'tir. Menga qara, namuncha aylanasan, ha? Xuddi ishtoningning ichiga ari kirgandek. Yuragim siqilib ketyapti, aka. Siz qanaqa qilib chidagansiz? Shunga hayronman-da. Seni yuraging 5 daqiqada siqilgan bo'lsa, odamlar bu yerda 5 yil o'tirib chiqishgan, odatlangan, zakalyonni bo'lgan radnoy. Nafas olishim qiyinlashyapti. Juda ham qiyin. Ha, nafas olma unda. Nima qilasan nafas olib? Gapni ham olasan-da, toy bola. To'g'risida, aka. Ay, yoqmasa kelmasin unda. Vahimani qanaqa qilib urdi? Shart qo'ymaganingda yaxshi bo'lardi. Kim ekan menga u duxi yetib qo'l ko'targan? U Qudratovlarning o'g'li, bilasanmi? Emin deyishar ekan. Kim u Qudratovlari? Eminmi, peminmi menga farqi yo'q. Men buni hali aniq jazosini beraman. Kulmanglar, nega kulasizlar? Kulma deyapman senga. Hali menga qo'lini ko'taradigani onasini qornidan tushmagan. Men kulmanglar dedim ikkalangga ham. Tushundingmi? Daler. Maydon dalerniki. O'lsam ham men uni topaman. Dalerjon, u qiladiganini qildi, bo'ldi. Endi shart emas topmasliging. Javobini beradi hali. Javobini berib bo'ldi. Aka, Xudo haqqi, bunaqa shans boshqa bo'lmaydi. Siz ushlab tursangiz, men yaxshilab urib olardim. Yuragimni bo'shatib, hamma alamlarimni chiqarib xumorimdan chiqardim. Mana shu shogirdingizni potit qilayotganim menga umuman yoqmayapti-da. Hozir yaxshigina yeydi mendan. Birga bir urushasanlarmi? Men tayyorman. Shu bilanmi? Bir mushli holi bor-ku buni. Qani bu yoqqa kelchi? Ko'ramiz kimni bir mushlik holi bor ekan. To'xtanglar, shoshilmanglar. Bu yer ichkari, o'z qonun qoidalari bor. Birinchisi, rostakamiga jang bo'ladi. Faqat musht bilan. Tushunyapsanlarmi? Beldan pastiga urmaysanlar, asosiy joylarga urmaysanlar. Keyin eng muhimi, biror kishi da'vo qilmaydi.
Shu yerda nima bo'lsa, hammasi o'rtamizda qoladi. Tushunarlimi? To bo'ldi degungacha qaysi biring bo'ldi desalaring, shunda to'xtatamiz. Rozimisan? Ha, Senchi? roziman. Unda bo'ldi. Ikkala o'yini ham omadingni bersin.